Demak, rasmni gapirtirish videosini boshlaymiz. Menda tayyor bor shablon mana inglizcha yozilgan va tarjimasi shundan iboratki, kamera joyidan qimirlamaydi, harakatsiz turadi. Ayol 38 yoshda va sof o'zbek tilida gapiradi. Faqat ayol gapiradi, u sokin va muloyim ohangda gapiradi. Hech qanday keskin harakat yo'q. Video bitta kadrda tasvirga olingan. Matnlar yoki subtitr yo'q. Orqa fonda musiqa qo'yilmaydi. Mana bu oradagi bo'sh joyga biz o'sha rasmdagi inson nima deyish kerak bo'lsa, o'shani yozamiz, lekin juda uzun bo'lmasligi kerak. Qisqa bo'lishi kerak, chunki faqatgina sun'iy intellektlar 8 sekundlik videoni olib bera oladi. Buni qanaqa qilamiz? Ya'ni biz boshqacha qilishimiz ham mumkin. Birinchi shuni qilib ko'rsataman. Mana sizlarga kopirovat qilib olaman, nusxa olish. Mana bu joyda mana shu bo'sh joyga yozaman. Ayol nima deyish kerak? Masalan, assalomu alaykum. Azizlarim. Nuqta qo'yamiz. Yana nima deyishim mumkin? Assalomu alaykum azizlarim. Men sun'iy intellekt yordamida tayyorlanganman. Nuqta qo'yamiz. Har bitta gapdan keyin nuqta qo'yishimiz kerak. Yordamida tayyorlanganman. Sizga buni yaqin qilib olaylik yoniga. Sun'iy intellekt yordamida tayyorlanganman. Qarang, hozir yana nimadir ozgina yozsak sig'adi. Bo'lmasa 8 sekunddan uzoq bo'lib ketadi. Bundan tashqari mana 38 yoshli ayol deganman, chunki o'zimga moslaganman. Ovozni shunga qarab beradi sun'iy intellekt. Agar erkak kishini gapirtirmoqchi bo'lsangiz, bu yerda masalan erkak kishi deb yozish kerak bo'ladi. Uni ham hozir tushuntirib o'taman. Va yoshini yozish kerak bo'ladi. Shunga qarab ovoz beradi. Hozir bu yerda 38 yoshli ayol sokin ohangda deyilgani uchun sokin gapiradi. Hozir turli xil promptlarni qo'llab sizlarga tushuntirib ko'rsatib beraman. Masalan, azizlarim, assalomu alaykum. Azizlarim, men sun'iy intellekt yordamida tayyorlanganman. Sizga ham buni o'rgataman. Nuqta. Qaranglar, hech qanaqa nuqtadan boshqa undov belgisi, ayrish, chiziqcha hech narsa qo'ymaslik kerak. Chunki o'shalarni ham u o'qib ketadi keyin, o'xshamay qoladi sizlarning videolaringiz. Faqat nuqta qo'yish mumkin. Nuqtadan boshqa narsa qo'yish mumkin emas. Bo'ldi. Mana endi buni kopirovat qilib olib, bu yerdan chiqamiz va aynan mana shu ilovaga kiramiz. Bu ilova emas. Men sizlarga buni tashlab beraman. Ya'ni Google'ga kirib, sayt bu. Faqat men telefonimni yuziga chiqarib qo'yganman. Sayt orqali ham sizga kirishni o'rgataman. Mana saytga kiramiz. Siz sayt orqali topasiz buni. Yozamiz Google Lobs. Mana shu Google Labs AI bu o'zi. Mana ikkinchida turibdi, Google Labs deb turibdi. Mana shunga kiramiz.